O'zingiz uchun shu mashinaning narxini tekshirib ko'ring. Даже Nissan Altimalarni, 2008larini ham 17 ming. Qarang, 13 ming. Voy, 2005 ekan hozir. 15 ming mana shunaqalar deb o'tirishibdi. Va bu Nissan Altima'ning 2020-yilgisi. Eng oxirgi chiqqan kuzovi 2008, 2006 emas, jigar. Srochniy pul kerakligigagina shunaqa narx beryapti. Agar o'zingiz minish uchun bo'lsa, menimcha maza qilib yuborasiz. Lekin bozorda dejana qiladigan bo'lsangiz ham, pul tikib olib, bozorga olib chiqib sotsangiz ham 1-2 ming foydangiz bor. Ishoning. 2020-yil 125 ming yurgan, ikkita detalida kraska bor deyishgan edi. O'zim yoqqanim uchun olganman, tekshirtirmasdan deyaptilar. Qarang, salonlari bo'lli kojinli, oq salonli va qora parpet kashufkalari ham qora va alkantaro ham ekan даже. Mana qarang, ham detallari shunchaki bantlari plasmas emas ekan. Yapon brendi va haqiqiy yaponskiy mashina. Bu Xitoyniki emas, polni shumka ham bo'lgan. 125 ming probek. Cheki yonib qolibdi, o'z uchun tekshirtirib olasiz chek beklarini. Srochniga pul yetishgagina 2.5 motorli bu. 17500 ga ko'ndira oldik. Bitta like bosingda yaqinlaringizga, inomarka qidirib yurganlarga, yaxshi arzon narxga qidirib yurganlarga tarqatib tashlang. Nissan Altima 2020-yil